Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va dehqonlar. Seminit kompaniyasining 5965 navli Gulkaram gibridini ko'rishga keldik. Surxondaryo viloyati Tallimaron tumanida. Bu yerda hozir 1 gektar maydonga ekilgan. Ekilish sanasi sentyabr boshida ekilgan. Bugun 4-fevral. Hozir yana o'z bittasini uzib ko'raylik. O'rashlarini, palaklarini haqida hozir qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Palaklari zich, baquvvat, tagida kasalligi yo'q. O'zini o'rashlari ham juda yaxshi. Hozir mana Gulkaram o'zini o'rashi juda yaxshi. Palaklari juda baquvvat. Mana bu yoqda juda baquvvat palagi. Sovuqqa yaxshi chidaydi. Pishish davri 120-130 kun, xastaliklarga chidamli. Hozir yana dehqon akamiz bilan yana hozir gaplashib, dehqon akamiz qancha ma'lumot berib o'tadi. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz, siz? Aka, Seminit Gulkaramini ekkan ekansiz. 5695. 5695 aka. Bundan 1 gektarga ekkanmiz. Xo'p. 1-sentyabr kuni ekkanmiz. 1-sentyabr. 1-sentyabr kuni 120 kun, 130 kunda pishadi. Og'irliklari zo'r, 3 kilogacha bo'ladi. Kasalliklarga chidash qanday? Kasalliklarga chidamli zo'r. Xo'p, sovuqlarga juda chidamli, baquvvat. O'zini yopishlari. O'zini yopishlari yaxshi, zo'r hammasi. Kilolari ham zo'r. Tagida bunday chirish degan muammosi yo'q. Bunday muammo bo'lmaydi. Kasalliklarga chidamli. Xo'p. Mana hozir qanday oqligi, zichligi? Oqligi, zichligini ko'rasizlar mana. Oqligini ko'ramiz hozir. Kameraga yaqinroq ko'rsataylik. Bunga bozorga qanday talab bo'lyapti? Bozorga talab juda zo'r. Mana shuni mana zichligini ko'ryapsizmi mana? Mana. Oqligi, zichligi, patlash degan unday narsasi yo'q. Chirish degan kasalliklari umuman unday narsa yo'q. Mana. Mana. Rangi juda chiroyli. Rangi juda chiroyli, oppoq. Mana. Xullas, boshqa karamlardan Gulkaramlarga nisbatan sizga yoqadigan tomonlari? Yoqadigan tomoni bu kilosidan yaxshi. Yaxshi kilo beradi, zo'r kilo beradi. Kasalliklarga chidamli. O'zini o'rashi qanday? O'zini o'rashi zo'r aka. Xo'p, juda zich o'raydi. Kiloni ham yaxshi beradi. Sizga ma'qul kelib tushgan. Ma'qul. Aka, kelgusi yilga rejalar qanday? Yana boshqalarga tavsiya berasiz? Boshqalarga tavsiya qilamiz. Odamlarga tavsiya qilamiz. Mana shundan eksin. Kiloni ham zo'r beradi. Hammasi kasalliklardan muammo bo'lmaydi. Hammasini yengadi. Visi zo'r. Endi hozir bu yil mana 1 gektar ekkan bo'lsak, kelgusi yilga nasib bo'lsa 2 gektar qilib ekmoqchimiz. Xudo xolasa. Sizga rahmat aka. Rahmat aka.